Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda boshlangan bir haftalik ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 4-10 may kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Joriy hafta boshida ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yog'ingarchiliklar kutiladi. Hafta o'rtasida esa issiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Ba'zi joylarda harorat +39 darajagacha yetadi. Dam olish kunlari mintaqaga navbatdagi nam havo oqimlari kirib keladi. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Joriy hafta ish kunlari ob-havosini avvaliga antisiklon va keyinroq kichik gradientli past bosimli atmosfera jarayoni belgilaydi. Kichik gradientli past bosimli atmosfera jarayoni odatda mintaqaga quruq va issiq ob-havoni taqdim etib, faqat hafta boshlarida ayrim viloyatlarni hisobga olmasa, respublika bo'ylab haftaning ish kunlari uchun quruq ob-havoni ulashadi. 6-8 may kunlari voha va janub viloyatlarida havo harorati maksimumlari +39 darajagacha yetishi mumkin. Dam olish kunlari esa respublika hududlari janubdan kirib kelishi kutilayotgan navbatdagi siklonlar seriyasi ta'siriga tushib, bunda hududlarda yana shiddatli jala yog'inlar kuzatilishi, sel, suv bosish xavflari ko'payishi mumkin. Joriy hafta ish kunlari respublikaning katta qismida hafta boshlaridagi salqinlik hisobiga 4-8 may kunlari ko'p yillik iqlimiy me'yor va undan biroz past, ya'ni salqin bo'lishi kutilmoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham haftaning ish kunlarida o'rtacha 5 kunlik harorat qiymati shimoliy hududlardan tashqari ko'p yillik iqlimiy me'yor atrofida bo'lishi keltirilgan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlariga ko'ra, haftaning dushanba kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Vodiy viloyatlari hamda tog'larda sutkaning ba'zi muddatlarida qisqa muddatli jala yog'ingarchiliklari bo'lishiga e'tibor qaratilgan. Seshanba kuni Vodiy va tog'larda, chorshanba kuni Qoraqalpog'istonda, juma kuni Vodiydan tashqari ko'plab viloyatlarda qisqa muddatli jala yog'inlar kuzatilishi prognoz qilingan. Dam olish kunlari navbatdagi nam havo oqimi endilikda respublikaning kattaroq qismiga ta'sir etishi mumkin. Yog'inlar taqsimoti juda murakkab bo'lib, bir tumanning bir qismida kuchli yog'inlar bilan bir qatorda katta qismida umuman bir tomchi yomg'ir yog'masligi ham mumkin. Hafta boshlarida havo harorati respublika bo'ylab biroz salqin bo'ladi. Chorshanbadan boshlab haroratning keskin ko'tarilishi ro'y bera boshlaydi. Hafta boshlarida joylarda harorat maksimumlari nari borsa +30 darajagacha ko'tarilsa, chorshanba juma kunlari respublikaning katta qismida +33, +38 daraja issiq bo'ladi. Jumadan boshlab shimolda haroratning biroz pasayib borishi kutiladi. Dam olish kunlari mintaqaga biroz salqin va nam havo oqimlarining kirib kelishi sababli harorat yana hafta boshlaridagi kabi sezilarli salqin bo'la boshlaydi. Tungi harorat qiymatlarining o'zgarishlari ham kunduz kunidagi harorat o'zgarishlariga juda o'xshash bo'ladi. Quyidagi havo harorati prognoz xaritasida haftaning ayni 7-may sanasi Buxoro viloyati hududlarida harorat maksimumlari qariyb +40 darajagacha ko'tarilib ketishi mumkinligini ko'rish mumkin.
Hafta davomida cho'l hududlarida, 8-may kuni esa mintaqaga navbatdagi nam havo oqimlarining kirib kelishi ortidan hududlarda kuchli shamollar kuzatilishi mumkin. Tog'li hududlarda ushbu hafta 5-may va 8-may kunlaridan tashqari jala yog'inlari tez-tez kuzatilib, kunning ikkinchi yarmida +22, +24 darajali issiqlik ortidan qo'ziqorinsimon bulutlar rivojlanib, joylarga jala yog'inlarini ulashishi mumkin. Bu esa joylarda, tabiiyki, sel xavfini oshiradi. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognozi markazining prognozlariga ko'ra, hafta davomida respublikaning ko'plab viloyatlarida 'may boshlaridagi haftalarga mos harorat muhiti, ayrim hududlarda undan 1-2 daraja yuqoriroq, yog'ingarchilik kesimida esa Sirdaryo, Jizzax, Toshkent va vodiyning ayrim tumanlarida biroz namgarchil hafta, boshqa hududlarda hafta kunlari ko'p yillik iqlimiy me'yorga yaqin namgarchilik ostida o'tishi oydinlashgan. Shunday qilib, joriy hafta boshlari va dam olish kunlari salqin, o'rtalari judayam issiq va quruq bo'lishi ma'lum. Ehtimol, kelayotgan dam olish kunlari joylarda kutilayotgan jala yog'inlaridan hududlarda sel kelishi, suv bosishi hodisalari ko'proq kuzatilishi mumkin. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil to'liq o'qib olishingiz yoki ekranlaringizda videoni sekinlashtirib ham o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.